Salom hammaga. Bugun patentni bazadan tekshirishni o'rganamiz. Buning uchun Play Marketga kirib, Rosmigrant ilovasini yuklab olamiz. Mana Rosmigrant, mana birinchida turgan Rosmigrant ilovasi. Men avval yuklab olganman, shuning uchun открытga bosamiz. Mana bu yerdan zadachani bosamiz. Pasta zadach. Mana bu yerda kirdi. Endi eng oxiriga o'tamiz. Eng pastda mana patent va baza yonida. Provertni bosamiz. Mana bu yerda bir marta tekshirishimiz bepullligi haqida ma'lumot beryapti. Mana boshladik. Seriya in nomer dokumenta degan joyiga patentni old tomonda shu seriya nomerini kirgizamiz. Ana endi patentni orqasida seriya nomerini kirgizamiz. Seriya in nomer blanka degan joyiga patentni orqa tomonda bo'ladi bu nomer. Ana endi nomer pasporta degan joyiga pasportimiz nomerini kirgizamiz. Bu yerda kartnikadagi nomerni kirgizamiz. 81 16 83. Toplayishdi. Mana patent bazada borligini ko'rsatyapti bu yerda. Rahmat hammaga.